Ota-onaning ko'zi farzandlari solih bo'lgandagina quvonadi. Farzand agar fosiq yoki buzg'unchi bo'lsa, ota-onasining hayotini azobga aylantiradi. Ammo solih farzand ota-onaning quvonchi, qorong'u xonadonining chirog'i hamda Alloh azza va jalla ota-onaga hayotlik chog'ida beradigan eng afzal rizqlardan biridir. Hatto uning o'limidan keyin ham u eng yaxshi xazinadir. Hayotda solih farzand dunyoning go'zalligi, shodligi, ulfati va quvonchidir. Uni yaxshi ko'rasiz, u ham sizni yaxshi ko'radi. Onasi uni yaxshi ko'radi, u ham onasini yaxshi ko'radi. Unga buyurasiz, qarasangiz sizga mehribonlik qiladi, diningiz va dunyo ishlarida yordam beradi. O'zingizning quvonchi hamda qalbingizning to'ridan joy oladi. O'limdan keyin esa u dunyodan uzilmaydigan cheksiz bir xazinadir. Mo'minlar onasi Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: kishining yegan eng pokiza narsasi o'z kasbidandir va uning farzandi ham o'z kasbidan. Farzand Alloh uchun bir marta sajda qilsa ham, Allohning kitobidan biror harf o'qisa ham, bir marta tasbih, tahmid, tahlil yoki takbir aytsa ham, biror yaxshilik va solih amal qilsa ham, ota-onaning hayotligida ham, o'limidan keyin ham undan albatta nasibasi va ulushi bo'ladi. Ota-ona hattoki jannatda bo'lsa ham farzandining solihligidan bahramand bo'laveradi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: albatta kishining jannatdagi darajasi ko'tariladi. Shunda u: ey Robbim, bu menga qaydan berildi deb so'raydi. Unga farzandingning sen uchun istig'fori sababli deb javob beriladi.